Assalomu alaykum Tracking MBA YouTube kuzatuvchilari. Bugun bizda yangi rubrika, ya'ni Tracking MBA podcast. Bugungi mehmonlarimiz Mubina va Asadbek bo'ladilar. Ular yosh bo'lishiga qaramasdan bizni kurslarimizni bitirgandan so'ng bir necha oy mobaynida, ya'ni juda ham qisqa muddat davomida rekruting sohasida menejerlik lavozimiga ko'tarilganlar. Bugun sizlar bilan ya'ni ularni bosib o'tgan yo'li, qiyinchiliklari va hammasini gaplashib olamiz. Ya'ni rekruting bozorida nimalar bo'lyapti, ya'ni bu kasb kimlar uchun. Xush kelibsizlar. Demak, boshladik. Asadbek, o'zingiz haqingizda qisqacha tanishtirib bera olasizmi? Avvalambor assalomu alaykum barchaga. Taklif qilganingizlardan xursandman. Ismim Abduhanif Asadbek. Sohada 6-7 oy bo'lib qoldi boshlaganimga. Kursni bitirganimdan birdan ishga kirganman. Bir hafta atashmasam o'tgandan keyin boshlaganmiz. Hozirda operations manager lavozimida ishlab kelyapman. Juda ham zo'r. Mubina? Assalomu alaykum hammaga. Men ismim Mubina, 18 yoshdaman. HR manager recruiting sohasida, ya'ni menejer lavozimida ishlayman. Ish faoliyatim boshlanganiga bu oy 5-oy davom etyapti. Juda ham zo'r. Meni o'zimni shaxsan qiziqtirgan savollar juda ham ko'p sizlarga bugun. Meni hayratda qoldirgan narsa, qisqa muddat davomida eshitdik, ya'ni ishga joylashganinglardan keyin rekruting sohasida menejer bo'lgansizlar. Keling, umumiy sizlarni rekruting sohasi bo'yicha gaplashsak, logistikada. Xo'p, rekruting sohasini umuman tushunmaydigan odamga, endi logistikaga kirib kelmoqchi bo'lgan odamga tushuntirib bera olasizmi? Rekruting nima? Xo'p. O'zim boshlayman. Recruiting o'zi bu nima? Recruiting driverni ma'lum bir carrierga, kompaniyaga, yuk tashiydigan kompaniyasiga ishga joylash. Bo'ldi shu. Eng qisqa ifodalash shunaqa bo'ladi. Uni agar ichiga kiradigan bo'lsak, u qanaqa prosesslari, masalan, hujjatni tekshirish bo'ladimi, driver bilan aloqa qilish bo'ladimi, u ketaveradi, lekin asosan qisqa qilib aytganda shunaqa. Driverni ichkariga kiritish, ya'ni kompaniyaga kiritish. Zo'r. Kompaniyani rivojlanish protsessida katta rol o'ynaydi deb o'ylayman, ya'ni rekruting sohasi, chunki kompaniya rivojlanishi uchun o'tga yetarlicha ishchi bo'lishi kerak. Rekruting sohasi ishchi bilan ta'minlashga yordam beradi. Zo'r. Xo'p, meni qiziqtirgan savol, umumiy keling, rekrutingda sizni yo'lingiz haqida gaplashamiz, ya'ni Asadbek va Mubina. Xo'p, o'zi qanday qilib rekrutingga kirib qoldinglar yo'nalishiga? Nimaga boshqa departament emas? Yana boshlayveraman. Bizda Tracking MBA'da 5 ta bo'lim bor. 5 ta departament bo'yicha o'qitiladi asosan. Hammasini o'qib bo'lgandan keyin o'zim qiziqib qarab chiqishni boshladim. Qaysi biri menga o'zi to'g'ri keladi. O'zim o'qishga kirganman chet elga. Shuni hisobga olib turib, menda to'liq fokus qaratish ehtimoli ancha past ishga. O'shaning uchun iloji boricha remote bo'ladigan bo'lsa yoki shunaqa imkoniyat beradigan soha bo'ladigan bo'lsa, departament bo'ladigan bo'lsa, o'shani tanlash maqsadim bor edi avval boshida. Sizga ham aytganman boshida. O'shaning uchun tanladim, oxir qarasam rekrutingga keldim. Sababi bunda remote optionlari juda ham yaxshi. Driver bilan aloqa qilsangiz, kompaniyaga olib borilsangiz, driver o'sha aytganimdek bo'ldi. Siz pulingizni o'g'irasiz. Tushunarli. O'shaning uchun tanlaganman rekrutingni. Tanlagandan keyin o'zim yo'lim haqida qisqacha aytadigan bo'lsam, 2 ga bo'lishim mumkin. Umumiy yo'limni tushunarli bo'lishi uchun. Birinchi qismi o'sha oddiy rekruter pozitsiyasidagi yo'lim. U 3 oydan 4 oygacha atrofida davom etgan. Bunda bitta kompaniyada ishlaganman va tajriba olganman. No experience bo'lib turib. Hop, 3-4 oy bo'lgandan keyin o'sha bu narsa o'zimga yetarli bo'lmaganini sezganman va ko'tarishlarni so'raganman o'zim. Unaqa bo'lgandan keyin ikkinchi bosqichga o'tamiz. O'sha u HR bo'lib turib, keyin sekin operations manager bo'lib hozir keldim shu darajaga. Operations managerda vazifalardan nima ish qilasiz yo'da asosan? Operations managerni asosiy 3 ta vazifasini sanashim mumkin. Birinchi vazifasi HR'lar bilan shug'ullanish.
HR menejerlar bilan shug'ullanish, ulardan hisobot oladi, ular rekruterlar bilan qanaqa munosabat olib borayotganini tekshiradi. HR ning vazifasini ham o'z ichiga oladi bu. Ya'ni rekruterlar bilan shug'ullanish kerak bo'lsa. Xo'p, uchinchi asosiy vazifasi recruiting servis bo'ladimi yoki career bo'ladimi? U narsani aloqa qiladigan career o'zining kompaniyalari bo'ladi masalan. Recruiting servis masalan 5 tadan 10 tagacha aloqa qiladigan kompaniyalar bo'ladi o'zini. Buni holatda mana shunaqa kompaniyalar ayrim payt masalan to'lib qoladigan bo'lsa, elektr driver kerak bo'lsa, u to'ladigan bo'lsa, plani biz boshqa career topishimiz kerak o'sha. Recruiting servis bo'lib turib. O'shanaqa kompaniya topish vazifasini ham bajaradi. Operations manager. Uchinchi vazifasi. Tushuntirib o'tib ketsak, career o'zi nima edi? Career bu carry so'zidan olingan ingliz tilida bilsangiz, tashish ma'nosini bildiradi. Ya'ni A nuqtadan B nuqtaga yukni tashish. Amerikada masalan birinchi shtatdan ikkinchi shtatga yuk tashish kerak bo'lsa, masalan hazmat loads bo'ladigan bo'lsa, misol uchun o'shani tashib beradigan kompaniya bo'ladi. Ya'ni brokerdan oladi, tashib beradi. Xo'p, endi navbat sizga. Menga ham juda qiziq, qanaqa qilib bu yoshda kompaniyaga kirib qisqa muddatda sizda qancha vaqt oldi? Adashmasam sizda undan ham qisqa vaqt bo'lgan, ya'ni menejment pozitsiyasiga o'tishingizga. Menejmentga o'tishimga shu 3 oy bo'ldi, ya'ni 1 oydan beri menejer bo'lib ishlayapman. Ishga kirish vaqtimdan boshlaydigan bo'lsa, kurs tugatganimdan keyin ishga kirishim qiyin bo'ldi, chunki qiz bolaligim, yoshim to'g'ri kelmasligi haqida ko'p naqa eshitdim. Ya'ni kompaniyaga borganimda qiz bola ololmaymiz deyishdi yoki shu yoshim to'g'ri kelmagani uchun olmaymiz deyishdi. Undan keyin shu kompaniyaga keldim. Menga aytishdi, boshida shu 18 yoshga to'lguningizcha treningda yurasiz deyishdi. 4 oy treningda yurasiz deyishdi, lekin trening 2 hafta o'tdi. 2 haftadan keyin ofitsialniy ishga olindim. Menejerlikka shu kompaniyadagi menimcha shu networking ko'proq sabab bo'ldi. Ya'ni hamma bilan gaplashdim, iloji boricha tanish ko'proq topishga harakat qildim. O'shaning orqasidan menejerlikka chiqdim deya olaman. Tushunarli. Adashmasam siz aytganingiz bo'yicha, ya'ni kompaniyada qanaqadir muammo bo'lgan? Accounting bilan safety taraflama ozgina muammolarimiz bo'ldi. O'sha muammoga yechim topishda yordam berdim. Ya'ni sizlarning kursinglarni o'qiganimda men bu narsa bo'yicha, bu yo'nalish bo'yicha, ya'ni bilimim borligi uchun prosta u bilimni berdim, ko'rsatdim bilishimni. O'shani orqasidan menejerlikka tayyorlashdi. Demak, problem bo'lgan, o'sha problem solving skillni ko'rsatgansiz, ya'ni sizda hatto bir o'sha safety bo'yicha bilimlar bo'lgan va bu ish beruvchiga yoqgan. Sizni management pozitsiyasiga ko'tarmoqchi bo'lishgan. Yana bitta narsani aytib o'tdingiz menga, adashmasam. Bu narsa qanchalik rost yoki noto'g'ri. Amerikaga, misol uchun, kompaniyasiga tortish masalasi, ya'ni kompaniyangizda sizni keyinchalik long term muddatda Amerikaga, ya'ni offline'ga chaqirish. Buni gaplashgandik. Men aytga, ya'ni men hozir universitetim bitdi O'zbekistonda, частный universitetda o'qiyman. Exchange program bilan ketmoqchi edim Amerikaga, USga. O'shanda bizning kompaniyamiz naqada Ohio shtatida joylashgan. O'sha Ohioga agar universitetni ko'chira olasam, keyingi yildan borganimda o'sha o'zimizning kompaniyada ishimni davom ettiraveraman, ya'ni etdi ofisda ishlashda davom ettiraman. Shu narsani menga taklifini berishdi, exchange programma aytganimdan keyin. Zo'r, demak sabab bor. Etga borganimda, ya'ni ham o'qish, ham ish bilan ta'minlay oladigan naqada ketmoqchiman. Juda ham zo'r. Demak, shu menejerlikgacha bo'lgan pog'oningiz Amerikaga sizni yanada yaqinlashtirgan. Umuman olganda logistikaga kirib kelganingiz logistika yaqinlashtirdi meni Amerikaga. Zo'r. Sizda shunaqa holatlar bo'lganmi umuman olganda? Nimaga siz Malayziyaga adashmasam o'qishga ketmoqchisiz? Nimaga Amerikaga emas? Hop, o'qishda aloqasidan gapiradigan bo'lsam, o'qishga kirib bo'lganimdan keyin logistikaga qiziqish boshlagan. Ya'ni o'qishga kirishim bog'liq logistikaga. Ya'ni nima uchun? Masalan, bizning Malayziyaning o'zi universitetda o'zida ishlash mumkin emas. Ya'ni tashqariga chiqarmaydi, hududdan tashqariga chiqarmaydi. Katta hudud joylashgan. O'shaning uchun sizda
ikkita variant bor. Remote positionda ishlash yokida bironta o'sha yerda gym bo'ladimi yoki bar bo'ladimi o'sha yerda ishlash. Yo'da gym yoki barlarda ishlash uchun oylik past и o'zingizni xarajatlaringizni qoplash to'g'ri kelmaydi. O'shaning uchun logistikaga talab bo'lgan aynan remote positionga. Menda bitta zo'r qiziq savol tug'ildi. Qarang, ko'pchilik hozir mana bu trenddagi narsa Amerikada logistikasida ishlayotganda remote job qidiradi. Hammada deyarli shu narsa bor. Bitta narsani sizlar ham sezgandirsizlar, imенно recruiting sohasida remote job qilish osonroq. Ya'ni update, dispatch, safetydan tashqari, aytaylik fleetdan tashqari, mana bu hammasida mumkin, lekin asosan hozir recruitingda bu imkoniyat kattaroq. To'g'rimi? Siz nima deb o'ylaysizlar? Recruitingda to'g'ri remotely ishlash osonroq, ya'ni ishchini o'zi uchun. Lekin management uchun bu narsa qiyinchilik tug'diradi. Chunki u odam bilan siz face to face gaplasha olmaysiz. Kimligini, qanaqaligini baribir bila olmaysiz. Undan tashqari qanaqadir ma'noda personal tanishingiz kerak ekan ishlayotganingizda. Men menejer bo'lganimdan keyin men bu narsani sezdim. Men uchun o'sha ofisda ishlash prosta borib kelib yurish degan narsa bo'lgan. Men ishga kirishimdan oldin. Lekin ishga kirganimdan keyin ham o'sha treningda naqa bilan o'zi boshida unaqa chiqishmaganman. Vaqt o'tgandan keyin mana shu menejer bo'lganimdan keyin tushundim. Baribir coworkerlarni, ya'ni birga ishlayotgan timingizni tanishingiz kerak ekan, bilishingiz kerak ekan qanaqaligini. Ya'ni baribir o'shanda ishingiz o'zingiz uchun osonroq bo'lar ekan, menejer sifatida. Sizda qanaqa, misol uchun qarang, sizni kompaniyangizdan ko'ra, sizni kompaniyangizda adashmasam, onlayn yaqinda post bergandingiz. Bir kun o'tiribman, sizni bitta kompaniya chiqdi, misol uchun, o'shanda men bildim, sizni kompaniyangiz ekan. O'zi logistika handmade bor, aytaylik. Umuman olganda logistikaga o'sha vakansiya post qiladigan kanallarda kamdan kam chiqadi remote job. O'shanda ko'rgandim, sizni kompaniyangiz ekan. Nimaga recruitingga remote job qilib ko'rdinglar? Bu qanchalik ish berdi? Umuman olganda motivatsiyasi qanaqa? Sizda eshitib ko'rmoqchiman shu narsani. Siz tushundim. Nimaga aynan remote demoqchisiz, to'g'rimi? Ish berdimi shu narsa? Recruiting servis sferasida remote qilish nisbatan foydaliroq bo'lishi mumkin. Chem careerdan ko'ra. Chunki bu yoqda masalan siz remote option joyladingiz, masalan Handme'ga katta kanallar bor aytganingizdek O'zbekiston bo'yicha. U narsa muammo emas, yana bitta tashlab turib, yana o'zingizga boshdan tim almashtirib olish. To'g'ri kelmadim, almashtirib olasiz xohlaganingizcha odamlarni. Qachonki siz o'zingizga to'g'ri keladigan mas'uliyatli rekruter topmaguningizcha. Bu narsa muammo emas. Nimaga aynan remote positionda? Chunki recruiting servis bu servis. Buni xizmat ko'rsatib bersa bo'ldi. Bu career bitta bunda yard bo'lish shart emas. Servis xizmat ko'rsatish kerakmi? U narsa Telegramda ko'rsatiladimi, remote ko'rsatiladimi, u narsa qiziq emas. Servis bo'lyaptimi? O'sha sifatli xizmatni Telegram o'zlarining ko'rsatsa bo'ladi. Remote bo'lib turib. Demak biz mana shu rekruterlarni almashtirib, yaxshilarni o'zimizga bitta tim qilib olsak, masalan 5 tadan 10 tagacha ko'p emas. Sifatli xizmat ko'rsatsak bo'ladi. Remote bo'lgan taqdirda ham. Lekin ofis varianti har doim yaxshiroq bo'lgan bo'layotganlarda tepasida turib menejmentga osonroq bo'ladi. Agar ofis sharoitida bo'lsa. Rekruter sifatida qarasangiz ham menimcha osonroq. Ish menejer sifatida emas, ishga keldingiz. Siz onlaynda ko'proq so'rab ola olmaysiz. Ya'ni nimadir xato qilsangiz, yoningizda turishadi-da, offline bo'lsa. Onlaynda sizni xatolaringizga feedback beradigan inson yo'q, to'g'rimi? Shunaqa. Ikki tomonga ham foydali bo'ladi, lekin asosan recruitingda remote pozitionda bo'ladigan bo'lsa, qiynaladigan tomon menejment aytganlaridek. Foydali bo'ladigan bo'lsa, ikkala tomonga ham foydali bo'laveradi. Siz fikringiz ham to'g'ri. Zo'r. Mana bunaqa optionchi, misol uchun qisqa vaqt где-то aytaylik 3-4 oy ishlab turib offline'da keyinchalik o'sha kompaniyani aytaylik ishonchiga kirib olgan xodim keyinchalik onlaynga o'tkazsa bo'ladimi?
Sizlarda qanaqa bunaqa holda? Keyinchalik offlaynga demoqchisiz, to'g'ri? Ha, to есть onlaynga. Offlaynda ishlab turib, keyinchalik onlaynga o'tkazish. Shunaqa. Umuman olganda bizda ofis bor, lekin bizda birinchi xodim olganda bu odam remote ishlab biladimi, yo'qmi? O'sha narsa muhim bizga. Ya'ni remote ishlay olmagan odam, skill setini namoyish qila olmagan odam bizga ofisga kelganda ham eplolmaydi deb qabul qilamiz. Tushunarli. O'shaning uchun bizni sal boshqacharoq tizim. Birinchi ofisga olib turib, keyin remote ga chiqarib yormaymiz. Sal teskari, remote avval sinab ko'rib, bu narsa talabgor ko'p sohada remote ishlashga aytganingizda odam yorib keladi. Tanlab olsangiz, aytgandek filtr qilib olsangiz, keyin ofisga chaqirsangiz bo'ladi 2-3 oydan keyin. Bizda tizim shaxsan shunaqa. Xo'p. Menda bitta qiziq savol tug'ildi. Sizlarni aytaylik, hali shu sohaga kirib kelishinglardan oldin A nuqtanglar bo'lgan va hozir B nuqta juda ham chiroyli zo'r nuqtadasizlar, ya'ni menejerlik faoliyatinglarni olib boryapsizlar. Umuman olganda shu yo'l qanaqa bo'ldi? Misol uchun A nuqtada bo'lganinglarda daromadinglar qancha bo'lgan? Kelinglar, mana daromad haqida gaplashamiz hozir bilan. Asadbek bilan Mubinani oylik maoshinglar agar sir bo'lmasa o'sha atrofida aytib bera olasizmi? Qancha atrofida menejer bo'lib ishlab topsa bo'ladi, yo bo'lmasa oddiy rekruter sifatida va necha oy talab qiladi yaxshi daromadga chiqishga? Keling, Mubina, sizdan boshlaymiz. Sizda daromad qancha bo'lgan sohaga kirib kelishdan oldin va hozir qancha? Xo'p, birinchi oyligim $300 atrofida chiqqan. Oylikni ko'tarilishi rekruter o'ziga bog'liq. Chunki bizning o'zimizning kompaniyada fiksed oylik bor. Undan tashqari har bitta driverga KPI chiqariladi rekruter uchun. Bu narsa o'sha rekruter o'zining harakatiga bog'liq. Ya'ni boshida har bitta manimcha kompaniyada bor bu narsa, driver ishga kelishi bilan KPI chiqmaydi. Bizning o'zimizning kompaniyada driver 2 hafta ishlagandan keyin, 14 kun ishlagandan keyin 15-kun KPI tushadi rekruterga. Bu narsada o'sha oy boshida harakat ko'proq qilinsa, ya'ni oyligi yaxshi chiqadi rekruter. Oy oxiriga kelib o'tgani ishlamaslik kerak degani emas. Oy oxirida hire qilingan driverlarning KPI keyingi oyligiga tushadi. Ya'ni o'sha 2 oy boshidagi 2 oy zo'r daromad qila oladi deya olmayman bu yerda. Vaqt o'tgandan keyin o'rganadi, o'zi ishga moslashish bo'ladi. Strukturalar o'rgatilinadi vaqt o'tib. U narsa mana akademik bo'lgani bilan baribir experience talab qilingan mavzu ekan bu. Ya'ni ishlash kerak baribir bu sohada. Tushunarli. Sizda qanaqa misol uchun? Xo'p, bittasini aytib o'tmadingiz. Boshlanishida sizda fiksa bo'lgan. Qanaqadir fiksa. Hamma joyda har xil. Siz kompaniyangizda bilaman, fiksa berilmaydi. Umumiy bozorda har xil bu holat, endi kompaniyaning o'zidan kelib chiqadi. Per hired driver, ya'ni har bitta hire qilingan driverdan pul oladi. Yana bitta narsani keling aytib o'tib keting. Tomoshabinlarga ko'pchilik bilmaydi. Driverlarning turlari bor. Lead driver, team, solo, owner bor. Shu narsani aytib o'tib keta olasizmi o'zi? Har bitta truck driverga qancha to'lashadi? Xo'p, company driver bor. Company driverga rekruteriga kamroq to'laniladi, chunki u company driverga ko'p expense kompaniya tomonidan to'lab beriladi. Shuni hisobiga rekruterga kamroq oylik chiqadi. Bu narsa bizning kompaniyada $100. Lease operator bor. U lease operator yurgan grossidan foiz chiqarib beriladi. Deductionlar bor. Ya'ni o'sha deductionda o'zi ko'p pulini ochiq aytganda olib qolinadi driver o'zidan. Nimaga deduction qilishadi? Feelar bor, har xil. Dispatch fee bor, 15%. Occupational insurance-dagi olib qoladi, escrow, fuel-ga olib qoladi. Company driverda fuel-da ham kompaniya qilib beradi. Lease operatorda kompaniya qilib beramiz deb aytadi, lekin olib qolinadi pul driverdan. Shuning uchun unga bizning kompaniyada rekruterga ko'proq to'lanadi. Chunki kompaniya bu naqa bilan driver bilan minusga kira olmaydi. Chunki driver o'zi yurgan pulidan shundoq ham olib qolyapti. Bu yerda kompaniya ko'p pul sarflamaydi driver uchun.
lease operator uchun bizada o'sha $250 KPI chiqariladi rekruterlarga. Har bittasidan 250 oladi. Da. Har bittasidan 250. Undan kompaniyaga ham hali qoladigan joyi bor. Kompaniyaga o'zi alohida qoladi. Undan tashqari o'sha aytilinadi endi men kompaniya tarafidan mana shunaqa insuranslaring qilib beriladi, fuelga to'lab beriladi deb aytilinadi, lekin o'zi topgan pulini yarmini olib qolib to'lab yuboriladi. Xuddi o'zi to'lagandek bo'ladi, lekin u kompaniya to'ladi deb o'ylab yuraveradi. Biz operator shunaqa. Team driverlar ochiq aytganda team driverlar juda ham tekin ishlaydigan driver deya olamiz, chunki grossi ko'p, lekin oladigan puli kam bo'ladi. Ya'ni team driverlar ko'p yuradi, qolgan driverlarga sologa nisbatan team ko'p yuradi, lekin puli почти bir xil bo'ladi. Lekin KPI baland. Tushunarli. Demak, aytib o'taylik. Xo'p. Bizda team driver demak 2 kishi haydaydi traktor. 2 kishi haydaydi, o'tga hisobiga ko'p berishadi. 12 soat trak bilan to'xtamasdan yuradi. Solo bo'lsa 1 kishi haydaydi, unda 1 kishi o'sha uxlashiga, ovqatlanishiga, mana shunaqa vaqtligi baribir vaqt o'tadi, kerak trak to'xtaydi. Masalan, bir kunda uzog'i shu 12 soat, 13 soat hayda olagancha haydaydi. Team driverda trak почти to'xtamaydi. Team driver almashib haydayveradi. Team driver har qisasi necha pul, soloda necha pul? Solo endi ikkiga bo'linadi, lease bilan company. Team driverda ham bor bu narsa, team driver KPI endi o'zgarmaydi, u $500. Zo'r. Sizda holat qanaqa kompaniyada? Sizda ham shunaqami? Xo'p, birinchi o'rinda bular gapini to'ldirmoqchiman. Lease driverga xarajatlarni aytib o'tdilar. Eng katta xarajatlardan bittasi bu 15% dispatch fee insurancedan tashqari unga trak beriladi kompaniya nomidan. U lease driver bo'ladi. 1 yil haydaysan, 6 oy haydaysan, undan keyin bo'lib o'zingning grossingdan trak egasi bo'lasan, trak owner bo'lasan. Keyin owner bo'lib yurishing mumkin. Owner u alohida mavzu bo'ladi lekin. Lease driverda mavzusi, temasi nimadanki, u company driver emas, owner emas. Uni o'rtasidagi me'yor bo'ladi. Ya'ni company driver bo'ladi aslida, lekin u maqsadi owner bo'lmoqchi bo'ladi. Trak egasi bo'lmoqchi bo'ladi. O'shaning uchun aytganlaridek o'zini qilgan grossidan xuddi kompaniya to'layapti deb o'ylaydi, lekin aslida o'zi to'layotgan bo'ladi, o'zi to'lab yuradi. O'zining grossi aslida lekin bu narsani. Uni bilishadi o'zlari ham. Ko'p driverlar oxiri o'sha trak egasi bo'laman deb yoki unaqani topayotgan pulim deb qaraydi. Kompaniyaga masalan topadigan company driver bir haftada oladigan puli u yoq bu yoq $1000 bo'lsa, bularga $3000 aytilinadi. Masalan, mana shuncha pul olasan, ko'rsatiladi. Bu hamma shuncha deductiondan keyin, shuncha expensesdan keyin seni qo'lingda qoladigan pul shuncha bo'ladi deb aytilinadi. Da, bo'ladi. Lekin driver sifatida olib qarasa bu foydali bitim bo'lib chiqadi men oxir-oqibat. Chunki owner bo'lgandan keyin u patolog ketadi uning imkoniyatlari. 10,000, 15,000 oyiga qilsa bo'ladi. Endi savolingizga keladigan bo'lsak, bizda $125-$100 atrofida company driverga per hire bo'ladi. Aytganda fiksi yo'q. Recruiting service bo'lgani uchun. Hop, lease driverlarga $170-$200 atrofida. Teamga 200-250. U teamni o'ziga qaraladi. Aytganda nimaga aynan mana shu summa deb aytmayapman. Chunki u MVR ga, boyagi accidentlariga cleanmi, tozami, toza emasmi o'shasiga qaraladi. Toza bo'ladigan bo'lsa, aytganing narx ko'tariladi yana. Hop, owner operator $300-350. Recruiter o'ziga. Aytganingiz A nuqta, B nuqta deb aytdingiz hozir. A nuqtaning o'zida recruiter mana keldi, ishlayapti, mana shu summani oladi. Keling, boyagi savol, undan oldingi savolda sizni javob olmadim. Sizda A nuqta qanaqa bo'lgan? Boshida B nuqta hozirgi necha pul topyapsiz? Salary masalasida. Hop, birinchi oyligim keladigan bo'lsa, aytganda oylik yo'q. Birinchi hire deb hisoblaylik. $350 bo'lgan. Birinchisi. Undan keyin lekin o'sha birinchi hire darajasiga bo'lguncha yo'l ozgina qiyinroq bo'lgan deb ayta olaman. O'zim shaxsan shunaqa bo'lgan, chunki about no experience bu narsa 2 oy, 2,5 oy muddatda olgan. Birinchi hire bo'lish uchun 2,5 oy. Bu muddatda siz o'ynab yurmaysiz, ishlaysiz, lekin driverlaringiz hire bo'lmaydi.
har xil mayda chuyda muammolar bo'lishi mumkin. Driver yardga bormasligi mumkin yoki MVRda muammosi bo'lishi mumkin. O'shaning uchun mayda chuyda bo'ladi, lekin o'xshab qolgandan keyin u ketishi oson. O'sha protsess tushunib olasiz, driverlar muomalani bilasiz. O'sha 2,5 oy deganda sekin tushunib olib xayr bo'lishni boshlagan. 300 ga dollar bo'lgan birinchisi. Ondan keyin o'sha 3-4 oydan keyin sekin ketib ko'tarilib ketaveradi. Narsa 800-900 ming bo'ldi. Bu narsa baribir o'zingizga bog'liq. Bu aytganlaridek rekruter o'ziga bog'liq baribir. Potensial bo'lsa olib chiqib ketadi. 1000, 1,5 ming qilsa bo'ladi. Demak sizda ham tushunishim bo'yicha shu 1000, 1,5 ming atrofida. Zo'r. Ko'rib turibmiz, zo'r natija. Yoshlarga to'g'risi men xursand bo'lyapman eshitib. Chunki logistikada baribir boshida sabr kerak. Hamma yo'nalishda o'zi 7-8 oy va 1-yildan keyin sizni logistikada qadr qimmatingiz juda ham tez o'sadi. Rekrutingda ko'rib turibmiz. Demak, sizni harakatingizga sabr qilsangiz shunda ham ko'pchilik men o'zim bilamanki, rekruting sohasida driver xayr qila olmagandan keyin ko'pchilik shunchaki tashlab qo'yadi. Bo'ldi, meni yo'lim shu yoqqacha ekan, umuman logistikadan ham chiqib ketadi. Demak, sizlar shu narsani eplay olgansizlar shu vaqtgacha va shu yo'lga kelgansizlar. Shunaqa. Bu siz aytgan muammo juda ham aktual muammo aslini olganda. Chunki biz rekruter bo'lib yurganimizda bu narsani bilmaganmiz. Aytganingiz ayrim sifatlaringiz bo'lgani uchun sabr yoki moslashuvchanlik atrof muhitga, yangi ishga bo'lgani uchun qolganmiz deya olaman. Boshqa sabab ko'rmayapman. Lekin mana ko'tarilgandan keyin HR bo'lyapmiz, boshqa human resource bilan, ya'ni odamlar bilan ishlayapmiz. Ko'p odamlar bilan ishlagandan keyin ko'p keyslar bo'laveradi. Masalan, bir hafta ishlab ko'ra, 2 hafta ishlab ko'rayotganingiz sabr qila olmaydi. Любой sohada ham shunaqa qiyinchilik bor aytganingizdek. Shu narsaga boshida qiyinchilikka sabr qila olmasdan chiqib ketayotganlar ko'p. O'zimizda ham bu narsa bizning vaqtimizni ham oladi. Bizga ham zarar, u bolani o'ziga ham zarar. Ikkala tomondan vaqtni yutqizadi. Vaqtdan resurslarni yutqizadi. Tushunarli. Hozir menda bitta fikr tug'ildi. Corporate ladder degan tushuncha bor, ya'ni tez kompaniyaga kirgandan keyin sizni o'sish nuqtalaringiz bo'ladi. Qanchadir oy vaqt davomida. Sizlarda juda ham tez bo'lgan. Sizda 4 oy, sizda adashmasam 5-6 oy bo'lgan. Xo'p, o'sha menejer bo'lganingizdan keyin o'zingizga savol bergan bo'lsangiz kerak, what is next? Chunki o'ziga yarasha pul keldi, bo'ldi, ishladingiz. Keyingi qadam nima? Sizda keyingi qadam nima deb o'ylaysiz? Shu menejerlikdan keyin. Menejerlikdan keyin hozir men o'sha HR o'zi rekrutingga menejeriman. Undan tashqari, ya'ni ko'p soha bor agar ustimda ishlasam. Ya'ni keyingi step balki shu company owner leader. Men shu narsani hozirgi kunda plan qilaman. Agar o'xshasa, ya'ni shu company ownerlik o'zimga alohida tracking company ochish. Lekin hozirgi kunda bu narsaga qattiq effekt bermayman. Nimaga? Bu yoqda mana universitetim aytdim-ku, o'zgartirmoqchiman. O'shaning uchun birinchi Amerikaga borib, ertaga muhitni ko'rib, undan keyin kompaniya ochishni yana bir marta o'ylab ko'rmoqchiman. Zo'r, juda ham zo'r. Sizdachi? Bizni ko'rib turgan odamlarga foydali bo'lishi uchun what's next degan savolga javob unchalik muhim emas deb hisoblayman. Chunki baribir bu shaxsiy narsa. Lekin bizning darajamizdagi, bizning yo'limiz, masofamizda, tajribamizda ko'rgan odamlar uchun, bizning lavozimimizda masalan HRlar bo'lishi mumkin. Ular uchun bo'ladi, shaxsiy foydali bo'lishi mumkin bu narsa. Mana darajalarda aytaylik, lavozimlarda bitta kompaniyadagi rekruter bo'lishi mumkin, HR, operations manager va owner. Mana shu 4 ta asosiy bo'laklar, lavozimlar bo'lishi mumkin kompaniyada. Masalan, bizning darajamizdagi HR yoki operations manager bo'lgan odam uning patologi nima bo'lishi mumkin? Kompaniya egasi bo'lishi mumkin. O'shaning uchun shaxsan o'zimni aytadigan bo'lsam, hozir recruiting service ni reja qilib turibman. O'shani ochish maqsadim bor. Kelajakda xolos 1-2 yil muddat ichida. Xo'p, agar ish faoliyatingizni noldan boshlasangiz, rekruter bo'lib, siz yaxshiroq xodim bo'lish uchun nima qilgan bo'lardingiz? Boya o'zingiz aytib o'tib ketdingiz-ku, noldan boshlaganimda.
men boshqacharoq yondashgan bo'lardim ishimga. Xo'p. Endi bu sohadagi past balandini ko'rdik. Qancha vaqt bo'lsa ham kam bo'ladimi, ko'p bo'ladimi, kimga qanday. Lekin umuman olganda, masalan, agar noldan rekruting pozitsiyasidan boshlaganimda, hozirgi ishlayotgan rekruting servis sferasiga kirmagan bo'lardim. Shaxsan. Chunki bu yoqdagi regulationlar, ya'ni to'laverayotgan pullar har bitta hire uchun bu narsa careerdagi paymentdan ancha farq qiladi. Aytganlaridek, bularda $500 bo'layotgan bo'lsa, bizda $300, $250 atrofida o'ynab turadi. O'shaning uchun rekruterda qarashdan olib qaraydigan bo'lsak, bu narsa careerga ishlaydigan bo'lsa agar ishni boshlashidan, kim servisdan ko'ra rekruterga foydaliroq. Bu pul tomondan, moliyaviy tomondan. Agar o'zim rekrutingni boshlaganimda, noldan boshlaganimda career tanlagan bo'lardim. Servisdan ko'ra. Qisqacha aytganda. Bitta masala bor bu yoqda. Sizda experience publish qilishingiz kerak kompaniya uchun. Careerlarda ham treyning programmalar bo'ladi. Bulardan so'rasangiz yaxshi biladilar. Careerda boshlagan vaqtlarida treningga qo'ydim dedilar-ku. Treningga qo'yib berishdi men dedilar-ku. O'sha holatda masalan careerlarga bizga talab chiqqan. Birga ishlagan vaqtimizda har xil careerlarga borib turib suhbatlarni o'tib ko'rganmiz biz. Siz bilan ayniqsa ishlagan shu narsa bo'yicha. Suhbatga borganda bizga aytiladi, siz no experiences, bu narsani o'zingiz yaxshi bilasiz, sizni to'g'ri-to'g'ri ishga joylashtirib qo'ya olmaymiz. Eng kamida 2 hafta bo'lmasa 1 oy trening bo'ladi sizda. Trening bo'lgandan keyin bemalol ishlab ketaveradi bu. O'shaning uchun career bo'ladimi, recruiting servis bo'ladimi? Men o'zim kuzatib o'tirganlarga maslahat beradigan bo'lsam, career maslahat beraman boshlashga. Zo'r. Career baribir har taraflama удобный и servisdan ko'ra pluslari ko'proq deya olaman, chunki servisda ko'p servis bilan men o'zim ishga tushishimdan oldin gaplashganimda lead bermas edi. Agar sizga ham aytardim-ku, lead yo'q ekan, nomer qayerdan olaman deb. Lead bermaydi ko'p servisda. Careerda o'zi bu narsaga mas'ul odamlar bo'ladi, ya'ni ko'pincha o'zi menejerlar qiladi. Lead olib, ko'p joydan va bizning o'zimizda ham lead ko'p. Bu narsa baribir har tomonlama rekruterga удобный bo'ladi. Ishlashga osonroq career. Zo'r. Yana bitta tomonni ochiqlaydigan bo'lsak, lead masalasini gapirdilar. Agar recruiting servisda no experience bo'ladigan bo'lsa, masalan o'zimizda xususan gapiradigan bo'lsam, experience'siz biz lead berib setup qilib bera olmaymiz. O'zingiz ham ko'rdingiz, bolalaringiz keldi, bizda experience'siz hali hech narsani bilmaydi bola, proses haqida tajribasi yo'q. Biz unga qo'liga setup tutib qo'ya olmaymiz, berib qo'ya olmaymiz. Bu katta risk bo'ladi va vaqt oladi. Agar masalan menga to'g'ri kelmadi ishing deydigan bo'lsa rekruter ketadi, bizda amalda setup o'rtadagi vaqt, resurslar zoya bo'lgan qoladi xolos. Shuni hisobga olgan holda masalan biz lead bermaymiz qaysidir etapgacha. Bitta driver olib berdingiz yoki bir hafta ishlab berdingiz, senda potensial ko'radigan bo'lsak, driver topmasang ham senga setup qilib beriladi deymiz. Ko'pchilik servislarda endi shunaqa 60-70% shunaqa aytganlar, lekin bular aytgan holat ham bor. Lead bermay o'zing topasan degan holatlar ham bor. Suhbatimiz davomida bitta menda savol tug'ildi. Aytaylik. Sizlar bot menejersizlar hozir. Ko'p inson, misol uchun har qilgansiz, ya'ni rekruterlar. Endi kursni bitirib sizga ishga borgan boladan angliskini biladi, aytaylik 7.5, 8 IELTS bo'lishi mumkin. O'shanaqa bolalarning farqi nimada? Qaysi biri tezroq olib keta oladi? Haqiqatan shu narsa menda savol, umumiy kursda o'qib chiqqan bolaning foydasi ko'proq tegadimi yo bo'lmasam qanaqa bo'ladi? Xo'p, kursda o'qigan bolaning foydasi ko'proq. Ya'ni faqat bitta yo'nalish emas, balki uni boshqa yo'nalishlarda ham o'zingizning kompaniyangizda sinab ko'rish ehtimolingiz bor. Undan tashqari ingliz tilini zo'r biladi degani salesda yaxshi ishlay oladi degani emas. Ya'ni o'zbek tilida ham bu narsa bor. Magazinda ishlay oladigan odam bor, ishlamaydigan odam bor. Narsa sotishni bilmaydigan odamni bozorga olib borib qo'ysangiz, O'zbekistonda ham oddiy narsa deb, o'zbek tilida ham u narsa magazin bankrot bo'lishi mumkin.
O'shaning uchun bu narsa baribir odamni o'ziga ham bog'liq. Ya'ni qobiliyat desa bo'ladi. Narsa sotish, salesda qobiliyat bo'lishi kerak qanaqadir ma'noda. Undan tashqari o'qigan bo'lishi bizaga har tomonlama yaxshi, chunki hamma narsani noldan o'rgatib o'tirish shart emas ularga. Chunki ingliz tili to'g'ri rol o'ynaydi, lekin main shift emas u o'zida. Ya'ni main shift bu logistika. Logistika nimaligini bilgan odam angliyskisi o'zi shundoq ham bo'ladi. Ya'ni logistikani o'rganishi uchun ingliz tilini bilishi kerak, ma'lum bir miqdorda. Bu narsa bizga yetarli bo'ladi. Xo'p, bizdan gapiradigan bo'lsak, bizda shunaqa keyslar bo'lgan. IELTS zo'r, ingliz tili zo'r, IELTS 8.5. Lekin bir oy muddat ishlab ko'rgan taqdirda ham driver bilan chiqib keta olmayapti. Bizda o'sha rekordinglar yig'iladi, ba'zi yig'iladi. Gaplashsa driver bilan tilni topa olmayapti, qisqacha aytganda. Bizda IELTS 6.5, 7 bo'lgan bolalar ham bor. Ular aytganlaridek, bular o'zining skill seti yaxshi, o'zida shunaqa potensial bor olib ketishga. Bular yaxshi gaplashib, o'sha ikkinchi haftadan, uchinchi haftadan pul topib driver har qilayotgan bolalar ham borda o'zimizda. Bu narsa oson emas, balki 2%, 3% odamga o'xshar. Lekin shaxsan o'zimda 2,5 oy deganda birinchi xayr bo'lgan. O'shaning uchun bu narsa kimgadir kam, kimgadir ko'p. Lekin taslim bo'lmaslik kerak. Boshladingiz, sabr qilish kerak, chidash kerak, iloji boricha o'zingizga ustingizga ishlash kerak, moslashuvchan bo'lish kerak. Va bir oy deganda o'xshamadi, 1,5 oy deganda o'xshamadi, tashlab chiqib ketish kerak emas. Shunaqa odamlar bor, o'xshamadiganiga umuman logistikani tashlab chiqib ketgan odamlar borda. Bu narsani maslahat bermayman hech kimga. 2 oy sabr qilish kerak at least. Suhbatimiz so'ngida oxirgi savolni bermoqchiman. Logistikaga endi kirib kelmoqchi bo'lgan tengdoshlarimizga, akalar, ukalarimizga, opa-singillarimizga nima maslahatlar berasizlar? O'zingizlarning eksperiyensinglardan kelib chiqib, eng kerak bo'ladigan skilllar yo bo'lmasam o'zingizlarning ochiq maslahatinglarni. Xo'p, logistikada hamma o'ylaydi, kirishingiz bilan sizga zo'r oylik berishadi. Hamma logistikaga pulga qiziqib kiradi ko'pchilik. Bu narsa har doim hech qachon bo'lmaydi. Ya'ni birinchi oyligiga hech qachon ko'p pul kutish kerak emas. Ya'ni katta oylik kutish kerak emas. Nimaga? Birinchi oy baribir moslashish uchun ketadi, treninglar bo'ladi, yoki mana shunaqa narsa. O'sha narsada faqat shu sabr qilishni bilishingiz kerak. Главный narsa shu narsa deb o'ylayman. Chunki aytganlaridek ko'pchilik ketib qoladi. Men kutgan oylik chiqmadi birinchi oyda deb. Ishlab oylik olishgacha qolgan odamlar ham ketib qoladi-da. Va oyligim men kutgancha logistikada $1000, $2000 topadi deb aytishgan, nima buncha pul chiqmadi deb ketib qoladiganlar bor. Bu narsani baribir birinchi oydan kutish kerak emas. Bu narsa haqiqat. Ya'ni vaqt o'tgandan keyin, odam o'zini ustida ishlagandan keyin, experience yig'gandan keyin bu narsa shundoq ham ko'tariladigan narsa. Bu narsa bor narsa. $1000, $2000 degan narsa bor narsa, faqat ma'lum bir darajaga yetgandan keyin u narsaga chiqish juda ham oson bo'ladi. Bu daraja qaysi daraja? Masalan, o'zimda o'sha 2,5 oy birinchi xayr bo'lib oldimmi? Bo'ldi. Bu yoki o'sha nima desa bo'ladi? Oqimni tushib olasiz, shu bilan tizimni bilasiz, olib ketaverasiz bu yoqqa. Undan keyin sekin ko'tariladi. Grossingiz o'zingizga $300-$350 yurmaysiz siz 2-3 oy. O'shandan keyin birdan ko'tariladi, 2x, 3x ko'tarilib ketaveradi. Undan keyin $1000, $1,500 bemalol gross qilasiz. Keyingi stepga o'tishda qo'rqmaslik kerak. Ya'ni joyi keladi, yo'nalishingizni o'zgartirishingiz kerak bo'lib qoladi yoki men oddiy rekruterdan HR ga o'tish ham qanaqadir ma'noda risk. Ya'ni o'zingizga responsibility olishingiz kerak. HR rekruter bo'lib ishlasangiz faqat o'zingiz uchun javob bersangiz, HR da butun tim uchun javob berishingiz kerak bo'ladi. Shunaqa narsa bor. Keyingi stepga o'tishda qo'rqish kerak emas. Ya'ni men yiqilgan taqdiringizda keyingi qaytadan boshlaganingizda nima xato qilmaslikni o'rganasiz. Bu narsa har doim plus bo'ladi. Do'stlar, bugungi mehmonimiz Mubina va Asadbek bo'ldilar. Ko'zlarida shijoati bor. Juda ham bir jasoratli. Nima desam bo'ladi, yosh bo'lishiga qaramasdan hozir men ham havas qilyapman. Bularning yoshda hali unaqa natijalaga erishmagandim. Nima desam bo'ladi, katta kompaniyada juda ham $100 minglab pul olinadigan kompaniyalarda aytaylik
menejer lavozimida ishlayaptilar, 18 yosh bo'lmasam. Bizni sevimli, suyukli o'quvchilarimiz. Xudo xohlasa ozgina vaqtdan keyin yana gaplashamiz, nasib qilsa podkastga sizlarni yana chaqiraman. Natijalar bilan bo'lishib o'tasizlar. Ishinglarga omad, rahmat. Bugungi suhbat uchun Rahmat. sog' bo'ling. Rahmat.